Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi şeylerdeki istiqlal körülmenleri, kadirli qarindoshlarimiz, sizlarni Bosniya Hersegovinaning poytaxti Saraybosnadan salamlayapmiz. Hammalarning bugungi programmamizga. Ya'ni hammalarga ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati 13 yildan buyon uzluksiz o'tkazib kelayotgan Dünya Sharq Turkistonlar qarindoshlik uchrashuvininki 13-chi navbatliga shundaqla 4-chi qatimliq Milliy Birlik Shurosininki echilishi uchun Bosniyada bu yil biz Saraybosnada echilishi bo'lyotdi. Ati inshaalloh birinchi kunni qilamiz. Bugun bu echilishning oldida shu Saraybosnaniki eng odam ko'p bo'lgan shu Charishi bozor deb atiladigan yerda biz Sharq Turkiston tijovuzchilarning elib berayotgan qatliamini tunishtirgan shu rasm ko'rgazmasi echyapmiz. Bu yerdagi xalqi Sharq Turkistonda bo'layotgan Xitoy tajovuzchilarining zulmlarini anlatyapmiz. Bugun bu boshlanishdan boshladik. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan qarindoshlarimiz kelib tunigundan buyon keldi, bugunmi keldi, hammasi kelib bu yerda to'plandik. Inshaalloh bugun men hozir oldi bilan Sharq Turkiston xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi, shunaqla ma'rif jamiyat raisi hurmatli Hidoyatullo O'txon apandidan ziyoratimizni qabul qildi. Bugungi boshlanish bo'lib o'ltirdik hamda hozir xalqimizga bu faoliyatning ahamiyati haqida bir ikki yozib bersangiz. Yuqorida bayon qilingandek biz 13 yilni yag'in butun dunyodagi Sharqiy Turkiston diasporasining butun tashkilotlarimizning rahbarlari, vakillari, ulamolar, ziyolilar bilan birlikda ilib berayotgan bir faoliyatimiz var. Bu faaliyet hozir 4-chi qatimliq Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosining ijroati uchun boshlanish uchun biz bu yerda Bosniyanın paytaxtı Sarajevo'da emeğiyle yığıldık. Dünyanın her yerlerinden Sharq Turkiston teşkilat mesulleri geldi. Bugün faaliyetimizden Milli Birlik Şura'nın içilişinden durun. Bugün 8 Oktyabr Bosniyanın bu en xalqning aylanadigan turistlarning dünyanın hem yerinden kelgan insonning cho'g'laydigan bir merkez bir yerida bu faaliyeti ilib berayotimiz. Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning anglatish, Sharq Turkiston davosini tunutish uchun Bosniya xalqini bizning keynimizga elish uchun bu yerga keldik. Hozir boshladik. Bugun 8-chislar inshaalloh bir kun bu ko'rgazma davom qiladi. Bu yerli xalqqa yerlik tilda Sharq Turkiston vaziyatini, davosini anlatılgan varaqçılar, teşviqat varaqları taqdivatimiz, kitaplar, iznek qatarlıq, yani Sharq Turkiston biletlik bo'lgan hamma narsa bor. Bu yerda yerli xalqmi inshaalloh jumadan keyin taqimichi qadamlar bo'ldi. Hozirmi yerli xalq ko'plab kelib so'rayotdi. Hatto meni ta'sirlantirgan narsa yerli xalqdan yoshlar bilan uchrashgandim hozir. Bular deydi Sharq Turkiston qachon urush bo'ldi? Sharq Turkiston urush bo'lsa biz Xitoyga qarshi urushga biz boramiz, mishani azod qilgandek bizmi Xitoyga qarshi urushib Sharq Turkiston uchun o'zimizni fido etamiz deb shunday dedi. Buni meni nihoyatda ta'sirlantirdi. Bu yerdagi maqsadimizmi hamda bu Bosniya Sharqiy Turkiston davosida bo'libmi bu oxirgi shu Sharq Turkiston masalasi dunyo kun tartibiga kelib BDT'da inson haqlari komitetidaagi faoliyatlarda Müslüman davlatlar qatorida Albaniya bilan Bosniya Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni tanqidlab shunga qarshi bayonot e'lon qilgan va imzo atgan davlatlar qatorida bo'lganligi uchun ham rahmat aytish, ham biz bilan din qarindoshligi, madaniyatimizning yaqin bo'lishi, davoyimizga bugungi kunda bunda ig'ir kunda hech kimning bizga yaqin turmayotgan islom dunyosining jim turib qolgan bunda bir paytda shunday kichik bo'lsa haqqoniyatda bizning tarafimiz to'g'riliq uchun bu yerni tanladik. Hem bu yerdeki Bosniyaniki yaqin o'tmishimi bizning Sharqiy Turkiston vaziyatiga o'xshaydi. Bo'limi kommunist rejimninki asoratida qolgan mücadele bergan bir yernikin ig'ir bir qirg'inchilik o'tmishi bor. Ozodlikni urush orqali o'zining ozodligini qo'lga keltirgan bir toplumning ichida xalqning arasida bu faoliyatni qilishimiz bek ma'nilik ham bu bir alayda bir ahvol. Ben bunun hayacinini ko'ryapman. İnşallah bu Milliy Birlik Şurayimiz, xalqimiz men davoyimiz uchun, millatimiz uchun xayrli bereketli bo'lishini mana hozir ko'rib turibsizlar, qizg'in bir shaklda Bosniya xalqi kelyapti. Inshaalloh ati 9 Oktyabrdan 10 Oktyabr kechgacha ciddi bir şekilde şura yig'inimiz bo'ladi. Sharq Turkiston
vaziyeti üstüde müzakerelerimiz buldu. Bundan keyinki icraatlarımız, bundan keyinki ilip baradigan faaliyetlerimizdeki yol haritasını belgileş, bundan keyin konkret kılıp nemiş kılımız azatlık için dep bu noktada samimi bir bu fakat bir jig'in emas, bu bir kengash, ciddi kengash inşallah ko'nglim ko'ksimizda bo'lgan hammani deyishib inşallah bundan keyingi Sharqiy Turkiston davosini yana bir sahifa bet etish uchun tirishchilik qilyapmiz. Millatimizniki bizni qo'llab-quvvatlab, duo qilib, bizni ilhomlantirishini umid qilamiz. Hurmatli Hidoyatullo O'g'izxon apandim, shu hammamizga ma'lum bo'lgandek ilgirki 12 yillik qarindosh qo'shnilar hammasi Turkiyada bo'ldi. Tunji qatim Yevropaning o'rtasida joylashgan Balkan davlatlari Sarayevoda bu faoliyatni elib beryapsizlar. Bunun bir alaylı sebebi mi? Hatta ki sizler bu yerga kelishdan burun Mişaniki Xitoy bosh konsulumi bütün Mişaning azatlık gezitiga ciddi şekilde şu baş manşet qilib bir liq bir gezitning bir yuziga sizlarni shu qilgan faoliyatinglarga chidamay bizning tariximizni butunlay rad qilgan shaklda Sharq Turkiston degan bir yer yo'q. Sizlar oldinib ketmanglar deb bu yerda jiddiy bir qaqshigan bu yerniki bosh konsuli. Hem chet elga tunji qatim 13-chi qatimliqni chet elda o'tkazishinglar hem Xitoyniki bu valaqlashtirga nimalarni deysiz? Hammalarga ma'lum Sharqiy Turkiston davosi hozir haqiqatan bir xalqaro bellashdi. Yani bütün dünyada hamma davlatlar mayli ijobiy jihatdan bizni qo'llab-quvvatlaydigan davlat bo'lsin va yoki Xitoyparast davlatlar bo'lsin, hozir Sharqiy Turkiston masalasini kun tartibga ekanmaydi, Xitoyning tarliqini olsin va yoki bizni qo'llasin. Hozir Sharqiy Turkiston masalasi hamma yerda muzokaralarda, suhbatlarda kun tartibga kelayotgan bir vaziyat. Unda bo'lganlik uchun biz Türkiye albatta cho'ng davlat, mayli sharqda, mayli g'arbda ta'siri bo'lgan bir o'tmishi bo'lgan bir davlat, ammo u yerdagi faoliyatlarimiz ahamiyatli. Ammo biz bundan keyin dunyoning har qaysi yerida keng ko'lamda bir harakat qilish planimiz bor. Umumiy Sharqiy Turkiston tashkilotlari o'rtaq hamkorlash natijasida inshaalloh bu Xitoy virusininki to'saqlaridan atılsak inşallah takımı keng ko'lamda dunyoning har yerida boradigan ham yerda faoliyat olib boramiz. Bu yer kelishga maqsadimiz yuqori deyilgandek, ham bu Bosniya bek muhim ya. O'zi Yevropada joylashgan Balkan davlati, ammo buning yaqin o'tmishi bizga o'xshaydi. Buning bir tajribasi var, biz bundan egallaydigan, aladigan ve bu xalqning bu bütün Balkan davlatlarida Sharqiy Turkiston masalasini kun tartibga akilish planimiz var. Bundan keyingi yana shunday bütün Balkan davlatlarining hammani ziyorat qilib, bu şekilde Yevropadagi tashkilotlarimiz, Turkiyadagi tashkilotlarimiz, G'arb, Sharq, Balkan hamma yerda bundan keyin to'xtamay harakat olib boramiz. Uning uchun bu bir boshlang'ich. Hozir yana boshqa bu şurayimizda qila oladigan bir qancha davlatlarimiz bor. Bu Xitoy virusi cheklamasi sababli ba'zi imkoniyatlar to'saqli bo'ldi, ammo Bosniyada haqiqatan bu bir yangi boshlang'ich, yangi Xitoy Bosniya elchisininki, Bosniyadagi Xitoy elchisininki biz taxi bu faoliyatni boshlamasdan bu yerlik mediaga yozgan maqolasi Sharqiy Turkistonda Xitoyning bilinmas bir partiyasi ekanligi, bu Sharqiy Turkistonchilar, bölgünchilar, terroristlar bu nimada Bosniyada faoliyatini boshlayapti deb chiqanishib ketganligi bizning atgan o'qimizning yuragiga tekkan. Bu bir g'alaba deb qarayman. Xitoyning siyosatini Bosniya xalqi qabul qilmaydi. Biz buni bütün cho'ng tashkilotlar, partiya rahbarlari bilan, ommaviy tashkilotlar bilan ko'rishdik. Xalq ammasi nihoyatda angliq vaziyatni kuzatadigan hukumishli xalq ekan. Sharqiy Turkiston deb bo'g'icha bilimiz deb bo'lganligi meni nihoyatda hayron qoldirdi. Bu jihatdan inshaalloh biz muvaffaqiyatli bir nuqtaga yaqinlashayotganligimizni his qilyapman. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun inşallah. Tutlayımız. Qadrli ko'ruvchilarimiz, yana davom qilamiz. Naq maydon programmamiz biroz davom qildi yana. Navbatda Sharq Turkiston Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Münevver Özuygur Hanım yanımızda. Bugün keldiniz hem de bu yerdeki bu qarindosh qo'shilish faoliyati boshlanishdan burun rasm ko'rgazdim, ko'rdingiz. Atrofdagi kishilar bilan paranlaştınız. Bir hissiyatingiz olsa bo'ladi.
Eee, Elhamdülillah bugün Ettigen'de bir gidip geldik. Biz uzun zamandan beri Türkiye'nin içinde bu davarımızı anlatışını devam kılgen. Şahsen ben için etkanda Türkiye'ye kelgenden keyin tunji qitim chet elga chiqib davani anlatışımız. Hakikaten naytı suyundim. Çünkü biz müşerideki qarindoshlarımızga davarımızı anlatılgan bir fırsat ega boldik. Aldı bilen bu devletki bizge yardımcı bolgan qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Bu Bosna Hersek'teki insanlarmı Sırplardan bizim yani eğer bulmuşsam nurgun zulümünü köygen. Menimce gerçi bir yanın nüfusu cık bulmuşsam cık adamlar bilmeyen bolsunmu ama az adamlar bolsunmu lekin bizim davarımızı nayt yaxşı düşünüdü ve hakiki bizim digenlerimizge işinidu. Bunun da keyinki Türkistan davası da özlerine düşken vazifini ada kıldı dep oylayman. Köptün köp rahmat. Başka inşallah bu kıtımı bir qancha a'zolar bilan keldiniz hamda. Başka deydigan halkımız deydigan gibi. İnşallah biz hemimiz eğer maksadımız dava kılış olsa her yerden imkan çıkıdı. Her birimiz yani müşuna bir imkanlardan toluk faydalanışımız gerek. Biz bilmeyimiz görünüşte bir iki adamla anlatkandaki 5-10 adam anlatkanda kalan bile bizden bu davanı anlayan qarindoshlarımızdan texmi önümlü tedbirler, Xitoyga nisbatan qaqshatqichlar bergerek bu dava yolları çıkıp qilishi mumkin. Bunun için her birimiz özümüzge tushgan g'ayratimizni ko'rsasak deb o'ylayman. Köptün köp rahmat, rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, navbatda Dünya Uyg'ur Qurultiyi raisi hurmatli Tulqun Isa efendim bilan suhbat qilamiz. Hurmatli Tulqun Isa efendim, hamda siz Sharq Turkistonlik, Dunyo Sharq Turkistonlik qarindosh qilib ko'rishishga tunji qatim qatnashishingiz hamda bugungi bu hissiyotingizni asam oldi. Rahmet. Bir yerde şundacı qarindoshlarımız bilan köreştik. Ben hakikaten tunji qatim qatnashyapman çünkü hazırgacha Türkiye'de bo'lib kelgan bu uchrashuv ko'p qatim taklif qilindim. Ama Türkiye'ye kiremaganligimiz uchun borolmay qolgan. Bu qatim hamda dunyoning ham yirik qarindoshlarimiz Bosnada yig'ilibdi. Bu yerda ko'rashdik 2 yilning yoqi ko'rishanmagan nurg'un qarindoshlarimiz bilan yillardan buyon simasini videolarda salam saatlerimizni torlarda qilishgan bo'lsak, bugün fiziki jihatda birleşip ko'rishaldik. Bunun hayacanını yaşayatıman. Bu bir. İkinciden hem de resmi bu yığın başlansa inşallah aldığımızdaki günlerde, yıllarda, aylarda Şarkı Türkistan davasını xalqaro munbarlarda texmi qandaq şekilde yaxshi temsil qılalayımız, texmi güçlendirelayımız degan meselelerde saptaşlarımızdan, dostlarımızdan istişare qilamiz. Bunun hayacını var. Ondan sonra onun üçüncü bir hayacan bu Bosna'nınkiliklarınki tarihi keçirmişi bizimkiye ma'lum nisbatda o'xshaydigan gap, o'xshashdi bizga o'xshash kommunistik gibi idareninki besimini yaşagan. Şarkı Türkistan'da bir soykırım oldu. Bir yerdimi zamanında bir soykırım bo'lgan. Bir yerdimi zamanında dini itiqat erkinlik çekilmeye uçrangan. Tönegin bu yerda gördük 800'den artık miçi çekildi ki bizde 8000'den artık miçi çekildi. Demek nurga o'xshashliklarimiz var. Bular bilan tajribalashtirish, bularning tarixini o'rganish, tajribalarni yakunlash bizning milliy mustaqillik hareketimiz uchun bir yo'l ko'rsatkichi bo'ldi. Bunun için ben tunji qatim kelishim bu davlatga bu mening uchun yangi bir yangilik bo'ldi. Demek naytı xursand, kelganimda naytı memnun bo'ladim. Köp rahmat. Hamda deganimizdek Tulqun Isa efendim, hamda Sharq Turkiston davası dünyanın har qaysi yerlerinde ait kundan kuniga küçüyüp menvatıdan bu yerdeki vatanimizdeki zulümden eşit berişiga onun bilan beraber şekilde tunji qatim bu qarindosh uchrashuv Bosniyada, Saraybosnada o'tkazilishinin arifasida Xitoy bu yerdeki hareketlerimizni Sharq Turkiston davasının bu yerda kuchayotganligini ko'rib, mishaning bosh elchisi Jipin maxsus mishaning cho'ng gezitiga, ozodlik gezitiga bir bet to'sh maqola yozib, bizning tariximizni inkor qilib, Sharq Turkiston degan bir narsa yo'q deb, bu Sharq Turkistonlik Sharq Turkistonchilar bu yerda faoliyatini boshlab ketdi. Agah buninglar oldinib ketmanglar, biz sizlarni samimiy qilyapmiz degandek bir muncha valoqlashini qildi. Xitoyning faoliyatimizni boshlamay bu şekilde chichanishib ketishiga qanday qaraysiz? Ya ben onun pek hayran kalmayayım çünkü Xitay yüzü bir yerde bir cinayet ötküzüyordu. Bir soykırım ve erkek kırgınçılıkla şekillendiriyordu. Şunun için oğrunun yürüyü pok deydiğen gap var. Onun için meyli çoğun olsun, küçük olsun her kandak bir yerde bu hakikatinin aşkarlanıp kılıştın. Kokaydı bu Bosna bugün Xitay hükümetimiz bak Sırplarının bu yerde kılan bir kırgınçılığını bugün Xitay hükümeti Şarkı Türkistan'ı kıvatkallığı için
balkim bu yerda texmi ko'p bir qo'llashga, texmi ko'p Xitoy hukumatining ishki mohiyatini yuzini bilishga imkoniyat yaratilishi mumkin bo'lgan. Uning uchun Xitoy buningdan ansirab, bizning bu jinoyatlarimiz texmi keng doirada, chunki Xitoy butun imkoniyatlarni qo'llanib bu jinoyatni dunyoni aldashtirishayotgan vaqtning o'zida dunyoning nerede bo'lsa bunda bir faaliyetlerge çiştirnik bilen karşı duruluk. Şunun bu yerde nurgulagan devletlerden qarindoshlarimiz kelip bunda bir çoğun uçuruş bo'lgan vaqtda Xitoyning beyaram bo'lishi, huzursuz bo'lishi gayet normal deb o'ylayman. Çünkü Xitoy her qanday harakatimizden, her qanday faaliyetimizden yıllar buyun beyaram bo'laqlik, şunun için bütün diplomatik güçlerini, iqtisadi güçlerini, bütün rezilliklerini işe selişi arkalı boz bunda faaliyetlerini to'xtatib yeterlise, taqib yeterlise, boz hemmimizin müşahede solu yeterlise Xitoyning arzusu şu. Ama dünya mu Xitoyning de hem nersi dünya Xitoyning de olmaydı. Bazı Xitoyning degindek bo'layotgan avvallan ba nurg'ulg'an davlatlar, bu musulmon davlatları Xitoyning degini bilan susayotgan, jim turayotgan, bu irqiy qirg'inchiliklarga sukut turayotgan va yakatda Xitoy bilan birga turayotgan avvallan ba bu bizning ko'nglimizni yerim qilgan, g'azablantirayotgan masala. Ama Bosna kichik bir davlat bo'lsa-mu, ama Xitoyning Sharq Turkistonda epirayotgan bu irqiy qirg'inchiligi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyni tanqid degan jasorat qilgan bir davlat. U jihatdan bek muhim. Shuni bu masalaga men shunday qarayman. Köpten köp rahmet aldığımız günlerde inşallah yana qayta söhbet qilamiz. Rahmet sizga, rahmet sizga. Tövende qadrlik ko'rurmanlarimiz, Gollandiyadan kelgan hurmatlik jamoat arbobimiz Isa Qarim bilan söhbet qilamiz. Tunigundan buyon faoliyatlarimizni boshlab ketdik. Bugun bir rasm ko'rgazmasida turyapmiz. Oldi bilan bir hissiyotingizni olsam. Mening hissiyotim bugungi bu uchrashishning 13-qatimliq qarorli qarindoshlik uchrashishining Bosniyada bo'lgani, Turkiya sirtida bo'lgani nihoyat hayajonli bir uchrashish bo'ldi. Ham Bosniyada bo'lishi bu tasodifiy masala emas. Bosniya hammamizga ma'lum bo'lgandek 90-yillarning boshlarida nurg'un qonliq urushlardan keyin mustaqillikka erishgan bir davlat. Biz Sharq Turkistonliklarmi mush badalni to'lasak, mushga o'xshash qurbonlikni bersak, mustaqilligimizga yetimiz deb o'ylayman. Attigandan beri bu ko'rgazma boshlanishdan burun necha bomba tushgan, necha shahidlar qurbon bo'lgan yerlarni ko'rdik, ziyorat qildik. Buningdan bildimki, vatan qurbon bermay turib, shahid bermay turib qo'lga kelmaydi degan bir haqiqatni texmi o'z ko'zim bilan ko'rib tushungan bo'ldim. Bu meni bek hayajonlantirdi yani. Köpten köp rahmet nayet bek muhim gaplarni qildingiz. Hakikaten bir qancha kundan buyon ziyorat qildigan yerda ish qilib bu xalqning qanchalik qurbon berganligi Ali Izzat Begovichning rahbarligida tajovuzchilar qarshi qancha qurbonlik berganligini anglab o'tgan bo'ldik. Hamda deganingizdek so'zlab o'tganingizdek yani 13-qatimliqi, tunji qatim Yevropaning o'rtasida bo'lgan bir Balqon davlatida o'tkazilyapti endi. Bundan keyin inshaalloh yani Yevropaning virus masalalari bilan nima qilinmay qoldi endi. Bu qarindoshlik uchrashishiningki bundan keyin yillarda texim qanday kengayishiga umid qilasiz yoki qanday fikrlaringiz bor masalan? Faqat Turkiyaning ichida emas boshqa. Qarindoshlik uchrashishi albatta Turkiyaga xos bo'lgan bir uchrashish emas. Butun dunyoning hamma yerida butun dunyoning har yeridan kelib qatnashyapti. Qarindoshlik uchrashishi nima uchun Yevropada ichilmasin, bundan keyin nima uchun Amerikada ichilmasin, nima uchun Avstraliyada ichilmasin? Chunki biz Sharq Turkistonliklar zulm chekkan qarindoshlar dunyoning har yerida bor. Har yerda ichilsa, her yerdeki xalqlar bizim ahvalimizni bilse, tushunsa, biz ulardan mustaqillik yo'lida, davlatni mustaqil qilish yo'lida nima jafolarni chekdi, nima qurbonlarni berdi, biz buni o'rgansak, nima uchun bo'lmasin yani. Qarindoshlik uchrashishi, bundan keyin Yevropaga qarab kengayish lozim. Albatta bizning Sharq Turkiston masalasi hozirgi dunyo kun tartibida kun sayin ilgirlashga qarab bu bizim faaliyetimizmi kengayish lazım. Her yerde bo'lish lazım. Yani her bir Sharq Turkistonlik ba uyda, shaharda, yurtda, davlatda bo'lish lazım. Yani cho'qim bu Sharq Turkiston xalqininki davosini qilish ma'lum bir tashkilot, ma'lum bir shaxsga bog'liq masala emas. Qanday yerda bir Sharq Turkistonlik bo'ladi ekan, shu vatanning suyini ichgan, havosidan nafas olgan bir Uyg'ur bo'ldi ekan, shu davoni qilish lazım. U majburiyati.
Onun için bu qarindoshlik uchrashishi bundan keyingi vaqtlarda Yevropada, boshqa yerlarda ichilsimi bo'ladi. Yani buni her tarafdan qo'llab-quvvatlashimiz lozim. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun inşallah. Köp rahmet. Kadirlik körmelerimiz. Ha? Aha. Yani bu şunda körvatımız kadirli körmelerimiz resim körgezimiz devam kılıvatıdı. Yani Kazakistan'dan nöbet biz Kazakistan'dan kelgen Dünya Uygur Kurultayı vekili, Kazakistan vekili Sedir'den efendim bilen paylaşımız. Bu menzirden bu qırnaşık uçuruşununki Saraybosna'da ötküzülüşüden nimelerni his kılıvatsız hem de? Tuncu qatim kelişansızdan mı? Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men tunji qatim bundaq ko'rgazmaga, ya'ni Uyg'urimizningki, xalqimizning, vatanimizning ahvolini tushuntirish holatda birinchi qatim. Bugun mana bir 2 soat jarayonida Saraybosnadan o'zim shaxsan bir 20-30 odamga bir varaq taqatgan bo'ldim ham tushuntirgan bo'ldim. Shunda o'zimningki ulardan olgan ta'sir, ya'ni ko'pinchisi kelib Uyg'urma deb tushundi-chu, ha Uyg'urma biz angldik degan gapni qilgandan keyin men shunday bir xo'shallik his tuyg'u bo'ldi. Shunday biz necha yilning yog'isi Uyg'urni to'ntamay kelayotgan bir zamonda bular o'zlari kelib va Uyg'urma sen biz angldik deyishning o'zi bizni bir hayajonli qildi. Hamda bugungi kunlikda bunday faqat ko'rgazma emas, har bir Uyg'urning qo'pishi, har bir o'zining vijdoni bor, iymoni bor, o'ziniki xalqiga, o'zining millatiga, vataniga kichkina bir zarrachilik sevgisi bor Uyg'ur oldiga birisining berib uni uyg'otishi lozim emas. O'zi uyg'onib izlab kelish kerak. Nada Uyg'urning xizmati nada bo'lyotidi? Mayli iqtisodiy jihatdan, mayli ilmiy jihatdan, mayli harakat kuch jihatdan, huquq jihatdan qanday bir yordamini ko'rsatiladi, shuni nim qilib uyg'otib o'zi shunday harakat boyaga, shunday faoliyatlar boyaga kelib o'zini men bir faoliyat qo'limdanki bunday narsa keldi deb o'zining to'hfasini qo'shishi bugungi kunda farz ayn deb bilaman. Biz xalqimizga mayli Qozog'istondagi bo'lsin, butun chet eldagi Uyg'urlar faqat Uyg'urlar emas, balki shu musulmon xalqlar cho'qim Alloh subhanahu va taoloning oldida bu ishdan cho'qim javob berdi. Allah subhanahu va taolo bizni Uyg'urlarni butun musulmon ellarga bir sinoq uchun yaratgandek, ya'ni u sinoq nim qilgandek bizni sinovatdi. Ya'ni bugungi kunlikda Sharqiy Turkistondagi musulmonlar mushinchilik zulmga uchirgan vaqtda sen qanday shu qarindoshlik, ya'ni musulmonchilik qarindoshligini qanday atqursa, Uyg'urlik qarindoshligini qursa, biz bu imtihondan o'talaymizmi, o'tamaymizmi, shundan o'zimizni beqishimiz lozim. Agar o'tamasak, ya'ni bizningki o'qigan namozlarimiz, bergan sodiqlarimiz, shu qilayotgan ibodatlarimizga qabul bo'lsa yaxshi, ammo qabul bo'lmasdan bu qarindoshlarimizning javobgarchiligimizdan Allohning oldida o'tamasak, biz ig'ir bir nima ahvol qilib qolishimiz, mayli dunyoda bo'lsin, oxiratda bo'lsin, bir ig'ir ahvol qilib qolishimizning qo'rqinchligi bor. Shuning uchun aziz qarindoshlar, hammamiz zarrachilik o'zimizning to'yimizni qo'shaylik. Cho'qim biz azod bo'lamiz, vatanimiz azod bo'ldi, xalqimiz azod bo'ldi. Bu bugungi kunlikda bizga bu azobni solgan kuparlar bo'lsin, kommunist Xitoylar bo'lsin, cho'qim bular hisobini berdi. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Rahmet sizge. Kadirli körülmelerimiz Saraybosna'da cuma vakti kaldı. Bu mübarek cumada dünyanın her qaysi yerindeki qarindoshlarımızdan cuma günü hem tebrikleyimiz. İnşallah cumadan keyin faaliyetlerimiz devam kıldı. Aldığımızki programda görüşkice aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tamam böyle bırak.